Meni Maçaydan Jollan Çabağan deydi. 1956 yıl tug'ilganman. 94-95 yıllar çaması ekan. Diye qarabatdan Töyçi boy Quvvatov degan huzurli historik bazasini xususiy qilib olgan boy bordi, şunun otini çobardım. Shunday kirib keldi. Men mana Qurutug'ay joyiga brigadir bo'lib ishlayman. Bedaga konvoy yurib turibdi. Odam yuborib terib kelmasa bo'lmaydi deb. Boylash yenib keldim. Uka bormasang bo'lmaydi. Huzur Xalqobodga shunday iki tuya taylaydi. Shu tuyaga seninga umidingga keldim deb Töyçi boy Quvvatov iltimos qilib o'tirdi. Betdan o'tolmay konvoyni boshiga bergonakamni qo'yib Töyçi boy Quvvatovning deqaravot bordi. Kecha yotib ertasi Huzur Xalqobodga Quvandi Xo'jin ukasining to'yi ekan bordik. To'y ashadi katta to'y bo'ldi. Ikki tuya tayladi. Birinchi tuyasini shoberda cho'bog'on Pardaqdagi laqay oti bilan ayirdi. Ikkinchi tuyasini to'y egasiga Nor tuyasi bor deb tayladi. Ovur tanani suyib taylagan jim amal bo'lgan. Hech cho'bog'on ko'tarib ketolmayapti. Gelsindi davri. Shu oy 5000 so'mlik pul chiqqan. Bir qo'y 4,5 5000 bo'lib turibdi-da shu payt. 5000 dedi, 10,000 dedi, 20,000 dedi, 30,000 dedi, ajralmadi. Tana nihoyat og'ir. Tanani o'zi ham oxiri dedi. Shu yerga keyin Töyçi boy Quvvatovni oti bilan olib adirga cho'g'orib, mana shunday xususiyat bor edi. Og'ir tana taka bo'lgandan keyin arqa tomondan borib tana takani yeysan, tez yeyib olasan. Birdan yeyib tiqqigan ekanman, tirsakdan qaytarib olib nishepga yendirib 50-100 metr yendirib tayladim. Quvandi Xo'ja haloling bo'lsin dedi. Ayirdik Töyçi boy Quvvatovni vaqti xush. Bu yerdan Xurram cho'bog'on, Cho'ri, Toshboyev cho'bonlar birga bo'lganmiz. Ularni o'sa cho'bonlar ham ayrolmay turibdi. Hammasi Töyçi boy Quvvatov quvanglardan 1000 so'm qurib ketmanglar deb tarqatib berdi. Ana tuyani bir moshinga ortdik, oxirlarida ortib Töyçekaniga kelib yektin dam olib qaytib Machaga keldik. Shu yerga endi mana boshqa cho'bonlardan mana bitta farqim bo'lganki, men haligi takani shunday olib jiyib taqimimni oshirgandan olib mashinani vazirchi signalida birdan ha deb davush qo'yganman-da. Ba'zan tomoshabinlar aytardi, aka, qamchini qo'lingizga olib davush qilasizmi yo tishlab davush qilasizmi? Bu qamchini davush qilishga vaqt bormi? Bir qo'lingga taka, ikki qo'ling mahkam. Shu tishlangan olga ha deganim ham davroni o'sha yerdan ham oshib ketardi. Tomoshabinlar asosiy mana davushimga quvongan. Haligi aytardi, mana masalan ko'p bor qalin changib yotibdi. To'dan nariga turgan tomoshabinlar ham men ha deb davush qo'ysam, o'zimni ko'rmasam qara, ular jo'rlanga deb gapirishgan. O'zim ham shularning davushini eshitganman. Mana shu yerda Töyçekani vaqtini xush qilib kelganman. Keyin mana bu Machay avval safxozam bo'ldi, nima bo'ldi, teritoriyasi 6-7 qishloqdan iborat. Machay qishlog'iga masalan shu Machayni o'zidan olib bir guring ham o'n ikkita katta zo'r cho'bonlar bor degan edim. Mana Machayni o'zidan men o'g'lim Yusuf, Cho'ri Toshboyev, mana Shomat cho'bon chakkadan chopdi. Ashadi zo'r edi. Shomat cho'bog'on. Keyinroq mana Shodi palvon jiyonim qo'shildi, metanotni egasi. Bu Qizinnavr keyin bo'lsa Abdurayimov egam, nima
Abdümomin Beçara ukası, Qodir Qaraqıldı oğlu Nadir Çora aka ukalar çoptu. Akin Çorigo aşağıda zür çoptu. Nemat çoban zür çoptu. Şu yege makan olur Karoça. Bular çoptu. Hoca diyekten Hurram çoban Ait Mehmet akasımından Fayzullah çoban Çiyetten çoptu. Uyam çoma çobanday burgütüdü. Çakka geri zür yekavıydı. Akin Ramon çoban çoptu. Gaza kışlağımızdan bulsa Sayla Vacı'nda davranı kralı bugün. Sayla Vacı yegem şükür şif. Sayla Vacı'nın kası çok hareketler çoptu. Bular bana iki obris arasıya çopgan. Lekin bu Hurram Çabağan man çorgav bizler uçağımız Tojiston Türkmenistan'a ötüp senlerden men kam emaş dep çopganmız. Bana endi bizde urug'imiz hammasi ota-bobamiz ko'pkori olish bilan kelgan. Mana Kamol Polvon jiyonim, apamni o'g'li. Shu Ne'mat Chavonni bir qo'lga bir to'yga urdi. Mana bu Bekkeldi hocam zo'r olishdi. Shodi Polvonni hozir ham aytib o'tdim. Bu Shodi Polvon ham olishdi. Mana Samitjoni, Abdulloyi shu o'g'lisimizdi. Hamma palvonlarimiz senga men chiqib olsam bir yigitcha ot chopdi, keyin ustunlik tomoni abadiy ot so'qlab kelyapti. Mana metan otdim. 4-marta Shodi Polvon olgan. Shodi Polvondan keyin Sherovodlik Xurshid Polvon oldi. Undan bu turakalar olib ketdi. Hozir turakani qo'liga turibdi metan ham. Mana shu etib boshqa cho'bonlardan meni farqim davshimdan farq qilgan. Hozirgi ham ko'p cho'bonlar ham uloqni olib ketirsa unday davsh qilmagan. Davsh qilgan paytimga ham to'ychakalar aytardi, siz xabar qilib ketasiz. Men aytardim, o'rmonga qolmasin degan joylarim bo'lgan. Mana bu ben yashab turgan Mashay tog'imizda olagi ko'rinishlari bu eng bir ajoyib. Katta daryo olib o'tadi. Mana teraklarning oldidan bir ariq suv qishloq pastigacha boradi. Suvga muhtojlik yo'q. Hozir mana prezidentimiz libosi bilan kran suv o'tgan. Mana bu lalmi joylarda kran nasos bilan bularni sug'orib, mana bularni boqib taylaganmiz. Mana shunday bog'lardan 3 ta bani bog'im bor. Boshqa yana nimalarni aytayin. Mana keyin oligi Toshboynurim degan bog'imiz bor edi. Mana qabatimizdagi cho'bonlar hammasi bu insalar yo'llan unday desa, Toshboynurim bu aytardi, menga qara. Xudo bexabarlar. Sani 40 tanga men 40 ko'sa ovqat olib kelib qo'ymayman-da, yo'llanga 2 ko'sa ovqat keltirib qo'yaman, 40 tanga ishini qiladi derdi. Mana shu buni qaysi birini aytayin. Mana shu ishlarni qilganmiz.